Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib boruvchi do'stlar, xudo xolasa bugun mana Chinobodda ishimiz ham yakuniga yetib kelganmiz. Ko'rib turganinglar, oqqa necha beka bo'lgan. Bir-biriga mos uchun tilla ham aralashtirib qo'yganmiz. 17 million evaziga 5 kun ichida mana bugun xudo xolasa tugash arafasidamiz. 5 kun emas, ertaga yana bir kun qo'shilib 6 kun hisobida bo'lyapti. Ozgina joy qo'ygan, bitta burchak, kanizi, darvozaxonasi, lyustralari, aynalari qo'ygan. Ko'rib turganlarni necha beka aralashtirilgan. Общий kvadrati 130 kvadrat hisobida bo'lyapti. Aka, nima deysiz ishimiz bo'yicha? İş juda ham a'loda, zo'r bo'pti-da. Ko'nglingizga chiqdimi? O'g'lingizga yoqdimi muhimi? Xudo xolasa yoqdi. Akamizga ancha va'da berganmiz. Bitta sizga emas, boshqa ishlarga borganda ham xudo xolasa ko'ngildek qilib beramiz deyilgan. Xudo xolasa mana yaxshi bo'lyapti, chiroyli qolyapti. Aka, akamiz bizni Instagramda kuzatib borardi ekan, Instagramdan telefon qildi. Keldi, hisoblab o'lchadik. Akamizga juda yoqdi ishlarimiz. Bu ishda ham akamiz yoqadigan daraja qilib berdi. Nerjav aka bilan tilla ancha chiqishadi bilsanglar do'stlar. O'z fikringizni kommentariyada belgilab ketasizlar. Ishimiz arzonmi yoki qimmatmi yo qulaymi?